Aliya, assalom qarindoshlar. Tabingizlar biz Tashkent Cityda. Mardonbek qo'ylarni olib kiribdimi? Qo'yingizni jim turing, ana qilib turing. Ay, Tashkent Cityga keldik. Shunday chiroyli, ay ko'zlar. Magic City. Magic City ekan. Kelingizlar sizlar ham, maylimi? Hozir rasmlarga tushaman, shunday jo'nataman. Voy Osinjon, muncha mazza sizga. Juda chiroyli joylarda aylanib yuribsizlar, ko'z tegmasin iloyim. Aylansang menga nima, so'qimlar. Undan ko'ra uyingni jinashtirib o'tirsang bo'lmaydimi? Qayga borsa videoga tashlaydi meni ichimda kuydirib. Minglarga kirib yuring. 40 mayizni yeganlarim, dunyo turguncha turing o'zimning jigarlarim. Sizsiz bu holim yomon. Onadan tug'ishganlarim, baxtimga bo'ling omon o'zimning jigarlarim. Voy Osinjon, rasmlaringiz zo'r chiqibdi. Biz borgan joyga endi boribsizlar-da? Yonida svetofor bor, qizil, yashil, sariq yonadi. Biz qachon bordik bu yoqqa? Hech qachon bormaymiz. Siz mana shunaqa sumarligingiz bilan men qishloqda svetofor ham ko'rmay o'lib ketamanman. Men shunaqa adashgan ko'r qizmanman. Betingiz qursin, bordik deb qo'yavering. Kim ko'rib boryapti? Altın başın aman bo'lsin. Tappaning dollar bo'lsin. Mana tashkillarda o'qitdi, qarang otasi. Restoranlarda o'tirg'izdi. Endi restoranlarga olib keldim. Bunday chiqin narsalar olib berdi. Mana qarang. Mohitolar olib bergan. Ana kimni o'g'li shunday, kimni o'g'li shunday. Mana 1 million shot bo'pti. Nima deysiz? Kimni o'g'li shunday, kimni o'g'li olib keladi shunaqa joylarga. Vil, Toshkentga borib osh yeganini maqtayotibdi. Undan ko'ra manancha shashlik yemaydimi? Ana nima edi, temirda rasiga tiqib shashlikmi, nima go'sht pishiradi-ku, nima edi? Men qaydan bilay-u nima bu? Men ham bilmayman-da, videoda ko'rganman faqat. Ana qarindoshlar, biz metrodamiz, muncha salqin bu yer. Otasi sharmanda qilmang. Biz yerning ostidamiz-ku, antena yo'q-ku. Jinnimisan? Maniki Mobius sim kartasi. Yer ostida ham, tunnelda ham, metroda ham antenasi tikka turadi. Ularning yer osti stansiyasi bor-ku. Hozir biz rasmlarni jo'natamiz sizlarga. Toshkent Satangda tushganmiz. Ota bo'lib, ota qadrim bilayapsiz. Ona bo'lib, ona dardim bilayapsiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Siz ko'rishaylik jigarlarim. Boshqacha chidolmayman. Ko'rishga ko'zim yo'q. Nenavish o'yini. Gruppangizga ham, qarindoshlaringizga ham hammasiga o'chirib tashlayman. Men gruppadan chiqib ketaman men. Gapirmang. Ya. Huvaydo Pakunili chart gruppadan chiqib ketdi. Ko'rilmagan. Men aytdim senga, ko'p maqtanmaylik dedim. Bu ko'tara olmadi. Orqasi jondi. Jigarlarim bor meni. Dastavkasiz olib keldi. Siz? Ne? Kim ekan u? Zopa. Uyalmaysanmi? Otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajagi yo'q, tungi kapalak essiz. Einstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi? Qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'shtaymi? Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi Rozopa. Siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pulchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. To'zashum. Kim diyorlar? Kim edi bu qari tullak? Guadalupening onasimi? Yo, bu xazayka bo'lsa kerak, ha? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni, parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupening onasi bilan? Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekan-da, ha? Sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ha? Ot go'shtidan indekalik sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling.
Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldim, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Ha, beradi, bermay qayerga boradi? Yo, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkala deb qo'ydim-ku. Hovliqib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da. Muhabbet. Men senga jonimni bergandim. Berdiz. Muhabbet. Yashang o'g'lim. Anvarjon, tanishing, o'g'lim ismi Muhabbat. Uylantirmoqchimiz o'g'ilchani, faqat 7 oydan keyin. Shunga aytsak bora olasizmi? 7 oy hali ancha bor ekan, lekin zaklab bersangiz boraman. Chokolad? Zakalat. Ha, zakalot. Puling bormi? 30 ming olganman zakalat. Menda 2000 bor. Anvarjon, mana 32 ming so'mni beryapmiz. Yozib qo'yasiz, parod qilmassiz-a? Ustoz rahmat. Lekin ko'pchilik sizga o'xshatadi meni ovozimni. Lekin seni ovozing it. 7 oydan keyin menikiga to'yga Muhabbat kuychisi Anvar Sanayev keladi. Kelasan. Yosh qari. Voy gadoy boy. Anvar Sanayev rostmi? Rost. Ha, qo'ysang-chi, aldaysan. U kim o'san kim? Kelmaydi u. Telefon qilib. Anvar jo'ra qandaysan? Assalomu alaykum, rahmat. Men Muhabbatni otasiman de. Ha, qaysi Muhabbat? Ha, to'yga 32 ming zakat tashlab ketdim-ku. Ha. Anvar to'yga tayyorgarlik ketyaptimi-kan? Bo'pti, yaxshi tayyorlandi, bekor yurmasdan parod qilmaydi o'sha kun. Bo'pti, telefonni o'chir, qo'lim zayin tidi. Anvar! Jo'ra yaxshimisan? 32 ming zakat berganlarmiz, tanidingmi? Ha, tanidim. Anvar qara, jaydari tuxumlardan olib keldim. Buni ichib tomog'ing to'g'irla to'ygacha. Bizni to'ygacha yana kasal bo'lma, boshqanikida bo'lsang bu, bizni to'yda kasal bo'lma. Ustoz, menda bitta savol bor. Mana shu qo'lingizni qanday ishlatasiz? Bevafo! Bevafo! Menda o'xshamayapti shu. To'ydan keyin o'xshaydi. Oson-ku mana u, nimasini o'xshata olmaysan shuni. Anvar, sen to'yga tayyorlanmaysanmi? Choyxonada o'tirishingni qara bemalol. Men aytib o'lib, kushib, pishib yuribman. 5 oy qoldi, ulgurmaysan sen bola. Zakolatni bermaslik kerak edi. Chalg'itmaylar ukalar Anvarni, ye? Bor qo'shig'ing ustida ishla Anvar. Nima qilay dada? Chal. Turg'unlar o'zimman. Yot Anvar, onasini yemsin, yot. Men sen to'yga tayyorlanyapsanmi desam, uxlashingni qara Anvar. Anvar anu zaklatga bergan 32 mingdan 30 mingini berib tur. Nimaga? Hozir Mobiuzda yangi Mobi Home degan simsiz internet chiqibdi. 1,190,000 so'mga mana bunaqangi 5G Wi-Fi router beryapti. 1 yil internet vip любой joyda ishlatsang bo'ladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyati ham sotuvda ekan hozir. Berib tur 30 mingini 2 mingini olib qol zaklat sifatida. Mana 200 ming, o'zing ham, o'g'ling ham tur yo'qol. Anvar Sanayev! Atmen! Kibrakan! Fikariyalik kuyov keldi. Ani Hashimika, chibitto. Kuyovdasizmi nima? Qo'yamasa. Chiroyli ekansiz. Koreyada ishong bizga qo'yamasiz. Chibitto. Kutasanaka. Kelini ko'raylik. Qo'yamasajon, bizda kelinni ko'rish pulli. Ko'r mana. Mana. Qani kuyovlar, qani. Voy, Qo'shmasajon, siz dollarda bering. Voy, yashang. O'tang. Koreyadagi ish nima bo'ldi? Uka hal qildingmi? Kutasanaka. Ko'tasinmas, to'xtasinizmi? Nima yig'laydi bular? Qo'yamasajon, qalin pulni bermaysizmi? Qancha? 2 ming dollar, 2 ming dollar. Sanalgan-a? Sanalgan. Yaxshi, mayli, kech bo'lmasdan boringlar. Baxtli bo'linglar.
avval pulni berasan, keyin o'tasan. Bularda 7 yoshdan 70 yoshgacha pul so'rar ekan. Qariyani yangilik yo'q bo'lsa. Yuring, tez. Yo'q ekanda yangilik ha unda hali. Onasiga qisiring, xolasiga qisiring, artisiga qisiring, otasiga. Yozga qistirang. Ulgurmayman. Ko'zingiz ko'rma. Hay qo'yamasan, hech xavotir olmang. Mana bizda Bavi bor. Kiyimlaringizni toza qilib yuvadi, dog'larni ketkazadi, allergiya chaqirmaydi. Aylanay sizdan $50. Ya kimsizlar? Kelinni ko'rish pul, otasiga qalin pul, onasiga pul, unisiga pul, enasiga eriga pul. Ya nima faqat sizlarda pulmi ha? Nima bo'ldi? Eri bo'ldi. Oh, o'g'lim keldi. Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Qanday? Zo'r ota. Bu kunmazga yor, nachaliging ham keldimi? O'g'lim dada. O'g'lim? Ismi Vilat. Voy, Vilat. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Bu onasini yemsan, bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi dada. Eng yosh kattami sandan o'g'ling? Mana majbur bo'ldim-da dada, nima qilish? Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami? Uni Ira Maksim Gorkiy-ku. Shu gavaritton. So'kin men rus Ya, tilida jizachara, sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Uzr. Vlad. Ovqat kattalar boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vlad otasidan 10 yosh katta. Спасибо, сынок. Молодцы. Vlad, nima o'rayapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vlad rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam, bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Papalam. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Aroq ichib multik ko'ryapti. Ey, Vlad! Dada, qayerga olib keldingiz? Riveradagi Brend bozorga olib keldim. Motosiklet. Nima edi ismi? Vlad. Vladni o'g'lingni odamga o'xshab kiyintirgani olib keldi. Brend bozorda Ava, Damat, Polo, Deremot, mana shu borku brendlarni tovarini arzon narxlarda olsang bo'ladi. Panila. Dada deyapti, qara. Damat kostyum shimlarini bilasizlar. 4 million, 5 millionga sotadi. A bu yoqda 800 ming so'mga olsang bo'ladi. Dadasini bolasi. Dada. Deremot bilan Graderda 2 million, 3 milliondan sotiladigan oyoq kiyimlarni bu yoqda 300 ming, 400 ming so'mdan olsang bo'ladi. Men Rossiyada ham bunaqa bazar ko'rmaganman. Bunaqasini faqat Brend bozorida ko'rasan. Bor yo'qol kiyinib chiq. Idi sюда. Иди сюда, deyapman, nima deyapman? Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Yo'q. Xotining keldi. Vlad o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. Tur yo'qol ko'zimga ko'rinma. Ota, bu xotinim emas. Kim? Qizim. Yo'q, uni. Dochinka. Dadam men keldim. So'mayapman men. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, uni mendan katta qizing. Как сама? Хорошо. Хорошо? Да, все нормально. Проходи. Qara, men ham chalaman. Ya ağzında cevap. Siviste çalma. Siviste çalsan o'g'ri keladi uyga. Assalomu alaykum. O'g'ri chaqirtirgan ekansizlar, keldik. Dastoniy narsalar bormi o'g'irlashga? Biz chaqirtirganimiz yo'q, aka. Kimdir shu uydan svistak chaldi-ku? Bilmayman. Men bilmaganimni bilmayman-da. Men ham bilmayman. Ulan? Ana shu ovqatning mayini qoshingga surt, zo'r o'sadi. Yo'q, a? Ha? Sen ham surt. Yo, to'g'ri, astag'firulloh. Kampir. Ha? Men bularning qo'shini qara. Yomon chiqdimi-ya? Zo'rku. Jamila xola ishtoringizni berib turasiz ekan, ayam aytdi. Nimaga?
Ana siz egiz tuqqan ekansiz. Shunga ishtoningizda opamga kiydirsa, opam ham egiz tug'ar ekan. Voy. Hozir Hanifani qiziga berib yubordim-da. Ishtoningiz bittami? Jalkami bitta sarsiq ishton. Aya choyimda quruqcha tikka turibdi, nima bo'lardi? Mehmon kelibdi. Buni qorni ham bor ekan, bo'g'oz kelyaptimi deyman. Bular ko'pchilik-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voy, siz siz kelar ekanda. Sizlar choyga tushgan shamami? Qo'shikamalak piruzaboni, qo'shikamalak piruzaboni. Ola o'ynamay qo'ygan. Kechqurun sevib chiqasan. Qo'y o'ynasa o'ynaversin, kampir qiziqsani. Mana lalaku borku. Namlikni saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, taglik borligini ham sezmaydi ikkalovi ham. Xotirjam uxlaydi. Qo'shimiz ilishki o'sib ketmayaptimi, uka? Bilmasam, chiroyli turibdi-ku. Ilohi amin. Amin. Qizim kuyov bilan qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Amin. Hech qilib bunisidan ham qaytib kelmagin. Bolam, orqasidan to'shat. Nimaga? Irimi bor. Borgan joyda tashlab qotadi. Men otayda. Qochinglar. Nima bo'pti? Kuyovni miyasini qattiq chiqib ketibdi. Toshni uribman o'zi ham. Voy, bunisidan ham qaytdi. Qaytmadi. Borishga usbat qilmadi. Yerim menga sani. Qo'shikamalak Feruzabano, sochida malak Feruzabano. Tentakmisizlar? Oyim qilgan ko'rpachani to'shabsizlar. Iltimos kir qilmanglar, oyim qilganda. Siz turing, o'tirmang. Cho'kib ketadi paxtasi. Onangni qilgan ko'rpachasimi bu? Oyijon, no. Tentakmisiz? Bu fujerda meni oyim berganlar-ku. Mana piyolada ichivering, o'lib qolmaysiz. Mana qara. Shu onang fujia jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt, olib kelib beraman degdi. Jiya, sen unda qilmasding-ku uchrashuvda, nima unda bo'lyapsan, ha? Dada. Oyim qilgan barni xalat kiyibsiz, tentakmisiz? Usilda bir narsa bo'lganmi? Yo kapanga odammisizlar? Nima qilsa oyim qilgan narsalar. O'zingni kelmadimi farosating? Voy, Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Kelin, nima qilay, yechaymi? Aytay, endi satqaysar. O'ldim. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak pochta ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Sen choynak pochingga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inangni boramiz, tur. Aya dadasizlar ham turinglar. Yuringlar. Onamga boramiz. Onangni. Aya, dada, men Tavrabdan yangi uy oldim. Tayyor kadastr bor, tayyor remonti bor. Shunday kirib yashaymiz bo'ldi. Oyim qilgan ko'rpa to'shaklarni ham olib kelamizmi? Qunchaqa. Jim o'tir. Hisob pulni qaydan olding? Boshlang'ich 25-30% to'ladim. Qolgan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lashga oldim. O'zining davlat maktabi bor, poliklinikasi bor, yonginasida metro bor, aeroport bor. Bitta uyning ichini ko'ring. Yo! Rostdan ham remontlar bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni olib kelaylik. O'chir ovozingni. Onang bergan bitta cho'p ham bu uyga kirmaydi. Shu uchun bu uyni sotib oldim. Papa, kuyov yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi meni u. Oyi, parastat olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Voy, izlamagan joyim qolmadi, qizim. Parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parastat toping. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi. Qayerdan topadi? Ay bahor omadim. Oyijon, ayamlarga borib kelsam maylimi? Mayli, boring. Faqat shu dadajoningizdan bitta so'rab ko'raylik, xo'p? Dadasi! Ay, o'lgaring. Ichingiz keldimi? Chiqdingizmi? Yo'q. Yo'q dedim katta. Ana ko'rdingiz, yo'q deyapti. Endi erkaklar uyda ustunida. Yo'qoling, boring, ishingizni qilavering. Xo'p. Bala bormi? Har ikki kunda birdan onasinikida. O'zar aka. Ha! Yangi ketmonlaringiz berib turing. Hozir
akangizdan bir so'ray. Uyda erkagida dadasi qo'shni ketma so'rab chiqdi. Yo'q. Yo'q demang endi bitta qo'shniga ketma, dastan qizg'anmang endi ber. Yo'q. Yo'q deyaptilar. O'zlari ishlatar ekanlar. Ha, mayli. Mana ketmosanga. O'g'lim qayda yuribsan a? Otang so'rayapti seni. Tez yetibki o'ldiradi seni. Dada, men keldim. Kelgan bo'lsang menga nima bolam? Kelasan-da uying bo'lgandan keyin. Kir uyga bolam. Zo'rg'a bosdim. Vajohatidan fil qo'rqayotdi. Onani yaratmasin ekan, bolam. O'rtalangda qolib ketdim kimda. Quyon qara bo'riga. Iltimos meni yemang. Ikkita bolam bor. O'chiray sharmandalar. Otang ana yerda uxlanmay yotibdi. Ovozini o'chirsin dedi. Bilasan-a, otang jahli yomonligini. Erta aytib beradi. Aytma ertak. Qancha xurrak otasiz, qanday uxlayapsiz shunaqa shovqinda? Yomon masa qilib uxlayapman. Anchadan beri bunday uxlamagandim. Nimaga uy tinch? Yoting. Uy tinch. Kelin, dadangiz aytayapti, kirlarni juda yomon yuvayotgan ekansiz. Yo'q, oyijon. Voy. Ana ishonmasangiz so'raymiz. Dadasi? Meni onam yaxshimi, yomonmi? Yomon. Juda yomon o'lsin. Ana, ko'rdingiz, yomon deyapti. Oyijon, kirlarni men Bavida yuvganman. Bavichi oq kirlarni oppoq qilib qo'yadi. Umuman dog' qoldirmaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Top-toza yuvadi. Ana shu top-toza qilib yuvayotganingiz menga dadangizga yoqmayapti. So'ra ruxsat beradi. Dadajon, o'tgan safar ayamkiga ruxsat bermadingiz. Bu safar enamkiga ruxsat berasizmi? Qiziq. Kim mendan so'radi? Men qachon ruxsat bermadim? Men doim za bo'lganman. Xohla ayazga keting, xohla enangizga keting. Men zaman. Ruxsat bermang! Berib bo'ldim. Shuncha qilganimni tiqdingiz.